Sher rashkini keltiraman deb qo'ylarga qarash nechta pul bul. Chunosiz aka. Hidi kelyapti, Magicga. Ha? Ha? Ada, men bugun uyga bora olmayman. Radnoyimni topib oldim, jalla. Yemi? Kiymasang ham menga giyala ketsang tashab qo'y. Qiydaliging bilib o'tirayman seni. Hamsoya, tayyor bo'lib to'xtang, bitta joyga raketa uchirish kerak. Tushundingizmi? Aka, adam vashshi meni mazga qo'radilar, chunosizmi, jalla. O'tga borsam, bo'tga borsam, mana qilsam gapirib tashlayveradilar. Bitta hamsayamiz ham bor bizdan. Uyga kiyveradi pastdan, chunosizmi? Sanmi meni o'g'lim buzib yurgan? Yo'q, o'zi keldi oldimga, taniymanmi o'g'lingiz? Mehmonmisan? Ha, mehmonman. Yurg'an o'ya, gap bu. Sen arqamdan yur, tushundingmi? Zokir, ki bacham, ki, asal bacham, ki. Uy, san. Ham sen uni urmang, mehmon. Assalomu alaykum. Yaxshimiz? Kiring qaniymi? Endi jiyan, mana sen normalni bachaga o'xshayapsan. Soching o'sgan emas, usti boshing normalni. Nimaga bizni bacha bunaqa? Magic o'zi yaxshi joy. Tashqarida tiktik bolalar bordi, o'shani tarbiya olib qo'ygan bolangiz. Ana, Magic dedi. Mana seni gapirishing normalda, jiyan. Nimaga meni bacham bunaqa gapiradi? Gapir bitta. Nimani gapirtiryapsizlar-da, jalla? Mana, ko'rdingmi? Toshkentda hech kim adasi gunoh gapirmaydi, aka. Bu endi qanaqadir videolarni ko'rib, qabristonskilardan tarbiya oldi-da. Ana, qabristonskilarga qo'shilgan o'g'ling. O'g'lingiz suyagini adini, go'shini adini qilaman. Ber aka. Men qarajiyan, sana mana unaqa beqiliq raqslardan qilib bilasanmi, o'ynay bilasanmi? Aka, erkak kishini o'ynagani, o'lgani men o'ynamayman. Malades. Endi bizni bachaga qara, bunga qara. Tuva qildim. Jilli bu, jilli. Ruxsat bering. Bitta o'g'lingiz iltimos, maylimi? Nima deysiz Hamsoya? To'g'ri, Hamsoya, o'zim yomon urasim kelyapti. Mayli, mehmon hurmati bor. Sosin bitta. Davay. Yaxshi. Ichiga uring, ichiga. Ismat! Tinchligingizchi? Vaqir etib kelding. Menga qara Ismat. O'g'lingni yana bir marta o'yim tegida ko'rsam, oyog'ini urib sindiraman. Tushundingmi? Nimaga? Tinchliging o'zi ochiqroq gapirgan? Sani o'g'ling meni qayni singlim bilan o'y tegida sevgi o'ynab o'tiribdi. Necha marta ko'rdim. Jillimisan? Meni o'g'lim yo'q-ku. Qayerda o'g'ling? Rossiyada 3 oydan beri. Ya, unda bu kim bilan sevgi o'ynayapti? Maqaydan bilib o'zidan so'ra. Siz kim bilan sevgi o'ynayapsiz? Bilmayman, men ham ko'rmadim. O'yingda yana kim bor? Uyimda dadam bu, tamam mana. Ayni yosh katta odam bilan yurmasa kerak. Menga qara Ismat, kecha ham keldimda aytib ketdim, to'g'rimi? Yana izla sani o'yinga kiryapti. Kim bo'libdi? Men qayerdan bilay? Aytdim-ku o'g'lim Rossiyada deb. Menga qara, aldi o'tirandirsan, o'g'ling uydadir. Kunda telefon qiladi Rossiyadan, qanday aldiydi? Menga qara, unda meni qayni singlim bilan kim ko'rishadi har kun? Izlash kerak o'tiribdi. Men qayerdan bilay? Sani o'yingda yana kim bor? Dadam, men, boshqa odam yo'q. Dadang? Ha. Dadang bor ekanmi yo'q? Dadasiz boryapsizmi uyga? Yo'q, men borganman, yo'q. 80 yoshli odam qanday boradi, yilimisan? Borani bilanim ichi. Menga qara, men baribir tegiga aytaman, tushundingmi? Shu siz pocham bilib qolsalar o'ldiradilar-da. Bizani sevgimizga pocham qarshilar. Ha, tutdimmi? Amaki, shu yoshingizda uy olmadingizmi? Ha? O'g'lingiz Ismat endi qanday bosh ko'tarib yuraydi qishloqda? Ismat? Ondan endi kecha pul tashagandim ha Wi-Fi'ga. Bundan endi egasi keldi. Ey, to'xta ber aka. To'xta. Tutdimmi? 2 kundan beri uyim tekida nima qilyapsan, ha? Ana Wi-Fi'ingizga ulanib PUBG Mobile o'ynayotgandik amaki. Wi-Fi zako'ni ishlaydi. Ha, qotmaydi. Nima u PUBG Mobile?
PUBG Mobile nimaligini bilmaysizmi? Yo'q. PUBG Mobile zo'r o'yin. Hozir uni 3.9 versiyasi chiqqan. Ana Transformerlar bilan hamkorlik. Nima bilan? Ha, Optimus Prime yoki Megatron bo'lib o'ynasa bo'ladi, amaki. Undan tashqari arenalarda jang qiladi. Keyin energion to'playdi, robotlarni kuchaytiradi va super kuchlardan foydalanadi. Yana Neon Force qo'shilgan. U yerda robotlar, portalli arenalar va kelajak texnologiyalari bor. Bu yomon emas. Zo'r-ku. Bu hali hammasi emas, yangi takomillashgan kosmik hoverboard ham qo'shilgan. Uni minib arenada uchish mumkin. Hoverboard? Havo filmlardagidek yana 10-iyuldan boshlab mumiyolar qutisi qaytdi. U yerda yangi Polar Spectre muz kostyumi, avtomatli mumiyo va boshqalar bor. Amaki, hammasi yana oldingidek, faqat hozir kuchli va zo'rroq. Tushundim, hay, zo'r ekan. Menga ham ulab beringlar, sketchat qilib beringlar, hay, PUBG Mobile. Ya, sizlar nima kerak amaki? Siz ham sketchat qilib bersak, keyin Wi-Fi o'g'lanasiz, Wi-Fi da 3 kishi o'ynasa, keyin bizlar qotadi, bo'lmaydi. Undan ham gurlar. O'zim Wi-Fi'm-ku. Hay, nima qilasiz o'zingizga bo'lsa? Tur yo'qa, uyim tekla qaytib ko'rmay, tur yo'qa. Ket. O'zim ham sketchat qilib bilaman. Jona, kelinman uying tagiga. Chiqasanmi? Ehtiyot bo'ling, yana hamshalar ko'rmasin, men ham chiqaman hozir. Ha, tamom, tamom. To'xta. To'xta urman, to'xta. Amaki, hammasini tushuntirib beraman. To'xtang, amaki. Hammasini tushuntirib. Ket. Hammasini tushuntirib. Nima banan usta? Qizchang ko'rib kelgandim. Endi uka, hozir uchastkoga chaqiraman. Seni shaxsingga oydinlik kiritamiz. Sen o'g'rimisan, to'g'rimisan, qiygansan, bilmayman men, to'g'rimi? Qiymasan qamataman. Tushundingmi? Qiyra qochibdi. Kameraga tushding-ku. Ey bachalar. Hamsoya, bachalar nima yeyish biladi, bunga qarash keladi, jillisidan qaraman. Shu Roman hamsoya. Bular kimni qizini yonga kelganmi? Nimaga kelding o'z bizga qishloqasan? O, amaki, men qiz yoniga kelganim yo'q. Bizlar yoshmachalar bizlar. Ana shunday aldama bizlar, aldama. Sizlar biratishga, bizlar ham erkak, sen ham erkak. Biz ham sen yoshingda ana shu qizlar uyga bor edi. To'g'ri. Shuning uchun aldamada kimni qizini yonga boruvding. Kimligini ayt bizlar, to'g'ri. O'zsan hech kimga aytmaysizlarmi? Nimaga aytamiz? Qishloqqa Ismat Churdikorlar bor ekan. O'sha qizlarning yoniga keldim. 2 yildan beri allab pullarni olib so'qib yuribman. Mana o'zi to'lgan kunim iPhone 17 to'lib berdi 2 kun oldi. To'xta, sen urma. Oxirigacha eshitaylik keyin. Dadasi shunday lo'q, kontraktlarim pulni to'lab beribdi. O'zi bera kelishimdan maqsad uyini ko'rishga keldim. Uyini oltinga o'tkazaman, mazza qilib yashayman keyin. Ha, endi jiyan qizchangga olib beraman, 17 ni qo'lingga ol-da, uyingdagilarga telefon qil. Uylaringni yaxshilab tozalab, hamma qarindoshlaringni chaqirib qo'ysinlar. Ham bitta soat 4 ta sizni chiqaradilar. Nimaga? Endi jiyan ana qizchang dadasi bor-ku yo'q. Ana shu odam bo'lash. Qayerga qochasan? Bu ham yomon yuguradi. Dadajon, men keldim. Ye, qizim o'qishdan keldi-ku. Ishlaring yaxshimi qizim? Nima yangiliklar? O'qan choy? Endi siz qizingiz bilan faxrlanib yurasiz. Magistraturani qizil diplomga bitirdim. PhD o'qidim, dadajon, bilasizmi qanaqa mavzuda? Bu hayotga ayollarga erkaklar nima uchun kerak degan mavzusida. Erkaklar nima kerak? Ayollar o'zi uchun yashasin, o'zini sevsin. Nima erkakni qulligini qilib umrini o'tkazadimi? Siz tushunmayapsiz, dadajon. Hozir zamon o'zgargan. Ayollar ishlaydi, pul topadi. Nima kerak erkak? Umuman kerak emas erkak zoti. Tushundingizmi, dadajon? Siz meni har doim qo'llab-quvvatlagansiz. Bu fikrimni ham qo'llab-quvvatlaysiz. Demak, men ham kerak emasman desang, ha, bacham? Dadajon, men dada kerak emas demayapman. Erkak nima uchun kerak deyapman. Erkak umuman kerak emas. Mani erim Alfons. Men esa hali ham qaynonam bilan yashayman, deja o'yligimni ham beraman-da. Alfons, qaynonam bilan turaman. Qullik davrida yashayapsizlarmi? Ajrashinglar. Agar meni kursimni sotib olsanglar, yigit balaya tegib ketasizlar. Business lady bo'lasizlar. Biz ayollar birlashishimiz kerak. Mana siz necha yil eringiz bilan yashadingiz? 30 yil yashadingiz eringiz bilan. Nima ko'rdingiz? 30 yil xizmatini qilib, mana havoga uchirmordingiz. Nima ko'rdingiz eringizga xizmat qilib? Bundan keyin erkaklar bizning hayotimizga umuman kerak emas. Erkaksiz ham baxtli yashaymiz. Onangga shu kecha mahallaga bomba tusham deyman-da. Jonim, men seni yaxshi ko'raman. Sen ham meni yaxshi ko'rasanmi? Keyin saqchol. Nima bo'lyapti? Mana yaxshi ko'raman dada, sizga shuni aytmoqchi edim. Yaqinlashma. Astagfirullah.
O'rta ish ko'ryapsiz. Uylanasiz kelganmi yo'qmi? Qo'lingni ber, men seni uzoqlarga olib ketaman. Unangim gör. To'g'da nima ayb? Jonim, sizdan bitta bo'z olsam maylimi? Ket tepaman. Unangim gör. O'zim uyimda qo'rqib yashayapman. Uylantirmasam bu yetmaga. O'rto, zo'kirlarga nisabat qil. O'rto! Ha! Nima gap? Nimaga keldinglar? O'rto seni ko'rishga keldi. Ha, qarang, hozirdan ko'rsalar, hamma o'ldiradi. Davay, hamma qaytib O'rto, o'yin atmosferasi boshqacha ekan-ku, bitta istoriya olaylik, ketamiz. O'ylasanlar, hozirdan ko'rsalik. O'rto, ilonlar vodiysidan huvlab qoldi-da. Kim bu? O'rto, e'tibor berma, novichok. Kim bo'la bacham? Ular jo'rlarim ilonlar vodiysidan kelgan. Ilonlar vodiysi? Hamsa? Tez uyima keling, uyim kuchuk xona bo'ldi. Tez keling. Nima chaqiringiz, tinchlikmi? Nima qarang, kuchuk bosdi, kuchuk. Qanday qutulamiz bularni? Kuchuk otar nima deyapsiz siz? Jildimisiz hozir kuchuk otib bo'lmaydi-ku. Ketmayganmi bular, so'raqam? Tez. Yaqinla endi qachon anaqa ilonlar vodiysiga razvorot. O'rto, bizda razvorot yo'q, to'lka period. Dada, amaki bular olib ketmay ekan, bir 2 oy qolmoqchi ekan sher. Bitta yo'li bor. Qanday yo'l? Uyingizda kalbasa bormi? O, hamsa ish qilib ish beradimmi? Javob. Bolla, Abid. Rahmat amaqi. Nima bu yedimi? Berdim, men yeyapti, o'zi 2 minutda. Rahmat Addushi, maza qildi. Sala kalbasadan dorini ayirib yeyishga qanday kallang ishlar? Amaki, shurikda kuchuk kalla ishlaydigan narsa qanday bizlar kallamiz ishlamaydi. Dadam, salom bey. Assalomu alaykum. Ana dada, o'ylandik. Ko'p yashang keling, ko'p yashang. Ish qilib kelin oyog'i quruq bo'lmasa bo'ldi. Nasib etsa quruq bo'lmaydi. Oh, bilim. Bu kelini oyog'i quruq keldimi deyman, shunga yiqildim-da. O'zingiz yiqildingiz-ku, ko'ryapman-ku, kelin nima aloqasi bor? Kelini oyog'i quruq keldi. Men shu paytgacha yiqilmaganman bacham. Kelini oyog'i quruq kelganda to'g'ri ham tuxum qo'ymaydi. Havo ham 50 gradus bo'lgan. Bu kelin oyog'i quruq keldi-da. Uzumlari pishgan, yaqara uzumlari hammasi pishgan. Bu kelin oyog'i quruq keldi-da bacham. Pishgan ya, kelin oyog'i nima aloqasi bor endi? Pishsa yaxshi-ku. Shu paytgacha pishmaganda-da bu uzum. Mashinam yonmaydi-da. Mashina benzin tugaganda bacham. Qo'yaylik qay benzin. Benzin qo'yaning foydasi yo'q, kelin oyog'i quruq kelgan baribir. Dada, do'ylar ko'tarilibdi. Voy. Bu kelin oyog'i yomon quruq keldi-da bacham. Shu paytgacha do'llar ko'tarilmagandi. Kelin keldi, do'llar ko'tarildi. Yomon oyog'i quruq ekan. Har kuni 2 soat oyog'ingni ko'tarasan suv, haymi? Hey jilla. Nimaga kelin oyog'ini yoqtak sotib qo'yibsan? Oyog' quruq dedingiz, endi oyog'ini sug'oraman. Qani bir yaxshi bo'lib ketsa. Qo'ytir. Mat, hali ham o'tiribsanmi bu yirtiq tapchikani kiyib? Bunga qara, o'g'lim uzatdi Rossiyadan. Krokodil terisidan bo'lgan. Sen o'tiraver ana shunday. Bacham, Rossiyadan mayka bezayim uzat bir. Bu hamsa ustimdan kulayapti meni. Ismatjon? Hey Ismatjon. Ye, Ismatjon, nima nasrinangizga o'tiribsiz? O'g'ildan xabar bormi? Bor. Ha, meni o'g'lim pul uzatdi. Sizniki nima uzatdi? Bizniki nevara uzatgan. Ye, nevara? Ha, bir ko'raylik, qani chaqirgan? Ko'rasizmi? Ha? Sasha, yonima pashol. Привет. Как ты? Ye, чисто zokir o'zi ekan. Faqat soch sarg'agan, ha? Hamsa. Кто это, дедушка? Bu Husse Muka. Ye. Jillimisiz hamsa? Siz meni hozir Husse un deyapsiz. Ammo Husse kapak-ku. Ha, kapak uni chiqardi, ha? Unda bu Husse Musur. Ye. Musor. Oho, Musor. O'zing musur to'g'ri gapir. Sasha, papa где папа? Папа каждый день работаешь, потому что мама ужас. Menga qara. Onang ujismi, dadang ishlaydimi? Men ham bir ikki so'm uzatsa bo'ladi-ku, hamsa ham o'ylab berdi-ku, och. Amo. Папа миллионер, деньги много, просто не отправили. Nima deydi? Nima?
Puli ko'p, bachi dadammi deyapti. Kirishda yubora olmayapti pul deyapti. Bu jillik bo'la, hamsiya. O tez pay bor hozir. Rossiyadan bemalol shaq uzatsa bo'lar-ku. Tispay? Ha, bizni bacha ham tez paydan Rossiyadan to'xtab pul tashiydi. Xumo deysizmi, Uzkart deysizmi, Visa deysizmi, Luboyga tashiydi. Undan tashqari meni kommunal to'lovlarim bor-ku. Svet, gaz, suv hammasiga ash tez paydan tashiydi. Rostdan tispaydan shunaqa qilsa bo'ladimi? Aha, hamsiya. Sasha, давай пошёл Россия. Папа говорит, tispay skechat. Tushundingmi? Давай sur.